Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Turg'un Bo'riyev kanalida xush ko'rdik. Bugun Tashkent Motors Termiz filialida video olish davom etamiz. Bugungi videomiz FAF kompaniyasiga tegishli bo'lgan FAF shassi 5 tonna 250 kiloga mo'ljallangan mashina haqida bo'ladi. Apparat juda mukammal darajada hamma qulayliklarga ega bo'lgan holda zavodskiy metan gazi bilan o'rnatib chiqarib berilgan benzin va plus metanda. Obzorni boshladik. Xo'p, mashina hammaga ma'lumki, hozir FAF Andijonda o'z faoliyatini boshlagan, ya'ni Andijon zborka teri chiqariladi. Xo'p, oldi ko'rinishdan ham gabarit ham juda ajoyib, tepada koronalari hamda 360 gradus kameralar bilan o'rnatib berilgan kattagina bokovoy qismi balon ko'rishingiz mumkin. Kattagina balon 6 shpilga. Hop. Mashina ichki qismiga kiramiz. Sifatli plastik, oyna ko'tarib yoqishlar. Hop. Elektronik hisoblanadi. Kolonkalari bor. Bismillah. Hop, shofyor o'tirgan o'rindiq pnevma podveska, ya'ni havoda, tormozli sistemalar ham havoda hisoblanadi. Tablani ko'rishingiz mumkin. Hop, ustiga qilingan gidravlik rul yo telefon qo'yish uchun hattoki joylarigacha qo'yib berilgan. Bu yoqda monitor bor, konsol boshqariladigan tugmalar. Bu yoqda hop, mas'ul qo'yib qo'yish uchun hatto joy qilib uni yopiladigan ham qilgan. Hop, bu yoqda bardochok, hop, qo'shib beriladigan balon ключ, uchburchak. Hop, jihozlar bilan berilgan. Повещи panejni bor do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin. Повещи panejni 8 bosqichli uzatmalar qutisidan iborat. Hop, rushnigimiz bu yoqda ekan, mana rushnoy. Hop, 3 kishilik BS kategoriyada yurishga mo'ljallangan. Hop, katta furolarga o'xshab bu yoqda shofyor uchun nimadir qo'yishga, hatto balki hujjatlar yoki nimadir qo'yib berish uchun, qo'yib ketish uchun joylari ham mavjud. Mashina rostini aytaman, yuk mashina haydamaganman, lekin haqiqatda ko'rib yurardim. Haqiqatda havas qilsa arziydigan yuk mashina. FAF. Hop, rullari ham mikrofka qilinadi. Mana ekrandan yetkazib berilyapti yo'qmi? Hop, pnevma podveska. Hop. Orqa tarafga o'tamiz. Bu shassi. Siz istalgan platformani o'rnatib olishingiz mumkin. Istasangiz vodovoz, istasangiz malokovoz yoki bo'lmasa evakuator qilish uchun ham mo'ljallangan yoki bort qilib bartovoy holatida, tent holatida prem tovarni umuman xohlagan istalgan platformani o'rnatib olishingiz mumkin. Zavodskiy metan 200 talik bitta balon, 145 talik bitta balon. Общий 345 talik balon bilan jihozlangan. Endi necha kilometr yuradi buni bilmayman, o'zi yaqinda keldi to'g'risi. Motorlar ko'rishingiz mumkin. Korobka, bu yoqda zadniy moslari, kardonlari. Boya aytgandek havoda, ya'ni воздушный demoqchiman. Orqa qo'sh balon. Bu yoqda 15 litrlik benzin bak. Benzin aytib o'taman ma'lumot o'rnida, ko'rib telefon qilsangiz ham mana shu narsasiga ahamiyat bering va so'rasangiz ham aytaman. 80 benzin 91 benzinda yurmaydi, 95 benzinda. Ya'ni o'shani tavsiya qiladi. Xo'p, bu yoqda zapaskalari. Raman ko'rib turibsiz, 5 metr, eniga 2, uzunligiga 5 bo'lsa bu hazlakam yuk oladigan mashina bu qoladi menimcha. Bu juda katta apparat bo'lib ketadi bu. Hop, deflektorlar vazdushkalar tashqarida. Asosiy joyi tan narxi. Tan narxi 455 million so'm. Boshlang'ich 30% ni bergan holda bemalol avtokredit qilishingiz mumkin. Buni hozir mijozlarimiz ko'proq qulay bo'lganligi uchun Chevrolet hamkorbank qilyapti. Bu bank istalgan bankdan chiqarishingiz mumkin. Bu o'zingizlar xohishingizga bog'liq. Respublika bo'yicha tan narxi bir xil. Bundan boshqa yana shassi istaganlar bo'lsa, uzunroq yoki kaltaroq yoki spalnisi bor, hatto shunaqalardan ham qildirib bera olamiz. Mashina yaqindan olsangiz montaji sig'may ham qolyapti ekranga mana. Bizni endi ko'rib turgan bo'lsangiz, albatta podpiska tugmasini bosing, chunki bundan-da qiziq, bundan-da yaxshi videolar olishga inshaalloh harakat qilaman. Kamtarona mehnatimizni baholash uchun like bosasiz degan umiddamiz. Tashkent Motorsda bundan tashqari ham sotuvda mashinalar tayyor. Buni o'zini ham hatto
furgon qilingan, bartoy qilingan holatida topib bera olamiz azizlar. Sizga yuk mashina kerakmi? Yoki kichkinarog'i yoki yengil mashina, elektromobil. Siz telefon qiling, biz albatta javob beramiz inshaalloh. 90 kodi bilan eslatib o'taman. 90 kodi bilan 133 8866 raqamiga qo'ng'iroq qilib istalgan savolingizni albatta mashinaga tegishli bo'lgan savollar bemalol javobini olishingiz mumkin. Mashinada garantiyalar bor. Avtoehtiyot qismlarida hech qanaqa muammo yo'q inshaalloh. Chunki buni sababi Andijon sborka, hamma narsasi topiladi. Xo'p, pultni o'zidan hatto oynalarni ko'tarib ochishingiz ham mumkin. Bu pultni o'zini amalga oshirsa ham bo'ladi. Mana pultni. Xo'p, bakkali, o'zini kaliti hammasi mana shunday. Xudo xolasa bir kunda pul tushirsangiz, bir kunda mashinani olib chiqib keta olasiz. Bu albatta o'zingizning xohishingizga bog'liq albatta. Xo'p. Telefon raqamlari aytib o'tdim. Manzil Surxondaryo viloyati Termiz shahar. Bizning o'ng qo'l tarafimizda Indinim savdo markazi hamda Yashil dunyo bozori. Ro'paramizda esa Dom qurilyapti va Bekoil zapravkasi, benzin zapravkasi. Xo'p, narlardan makon. Manguzardan kirib kelish yoki Angor tarafdan kelishda, mashhura taraflardan kelishga zagazinadan o'tgandan keyin o'ng qo'lga ikkinchi metan, ekan metan hisoblanadi. Kamina Kamtarim Bo'riyev Turg'un, qo'limdan kelgancha imkon qadar sizlarga yangiliklardan xabardor qilib turishga harakat qilaman. Bundan tashqari ham mashinalar ko'p. Qaysi mashinani obzorini so'rasangiz albatta kommentariyada yozing. Men o'sha mashinani, ya'ni o'zimizda sotuvda bor mashinani albatta obzorini qo'ldan kelgancha qilib beraman. Doimo sog' salomat bo'ling. Inshaalloh yaxshi kunlarda ko'rishmoqni Alloh nasib qilsin. Barchangizning ishingizga, kasb-koringizga Alloh baraka bersin. Toshkent Motors sifat qiymatdan olsin. O'zingizni ehtiyot qiling. Sog' omon bo'ling.